ko'rishimiz mumkin. Demak, lavhani birgalikda tomosha qilamiz. Bugungi dasturimizda sizni san'at va ilm-fan tutashgan noyob makonga chorlaymiz. Insoniyat tarixida tibbiyot, texnologiya va ijod uyg'unlashgan holda qanday yangi ma'nolar kasb etishi mumkin? Ana shu savollarga javob beruvchi o'ziga xos ko'rgazma haqida hikoya qilamiz. Zamonaviy san'at olamida o'zining noyob yo'nalishi bilan tanilgan britaniyalik rassom Anna Dmitriuning Urganch zamonaviy san'at muzeyida tashkil etilgan Materia Medica nomli yakka ko'rgazmasi san'at va ilm-fanning uzviy bog'liqligini yorqin namoyon etadi. Ushbu ko'rgazma bioart yo'nalishining ilg'or namunasi bo'lib, unda rassom tirik biomateriallar orqali murakkab haykaltaroshlik asarlari hamda to'qimachilik buyumlarini yaratgan. Ko'rgazmadagi har bir asar o'zida o'tmish va bugunni mujassam etadi. Unda tibbiyot tarixidan tortib zamonaviy sintetik biologiya, genomika va sun'iy intellektgacha bo'lgan ilmiy yo'nalishlar bir-biri bilan bog'lab berilgan. Rassomning asarlari laboratoriya jarayonlari izlarini eslatadi. Ular orqali yuqumli kasalliklar tarixi, alkimiyo va insoniyatning ilmiy izlanishlari haqida chuqur mushohada yuritish mumkin. I'm very excited to be in Uzbekistan. I first visited in the year 2019 and I was brought Britaniya konsulligi britaniyalik olimlar va ijodkorlarga turli xil davlat bilan aloqalar qilish orqali chuqur ahamiyatga ega loyihalarni tashkillashtirishga yordam beradi. Biz birgalikda bu fikrni amalga oshirish uchun, ya'ni mening bu yerga kelib bioart bilan odamlarni tanishtirishim uchun harakat qildik. Bu yerdagi ko'rgazmamning boshqa ko'rgazmalarimdan farqi shundaki, Ibn Sino kitobida durdan qovurilgan ipak va shunga o'xshash tabiiy vositalardan foydalangan holda kasalliklarga qarshi kurashish haqida aytib o'tadi va men onlayn tarzda yosh ekologlar jamoasi bilan ham birgalikda ishladim. Jarayon davomida bu yerning iqlimi va asosan bu hududda o'sadigan indigo nomli o'simlik haqida, uning tuproqdagi sho'rlik konsentratsiyasini kamaytirishdagi ahamiyati va foydasi haqida ham o'rgandim. Shuning uchun men ko'rgazmamdagi asarlarni yaratishda indigo va boshqa turdagi biomateriallardan foydalandim. Biz ularni tuproqqa aylantiradigan texnika o'ylab topganmiz. Bu san'at asari yer va tuproq, tabiat, kelajak va tarix haqida so'zlaydi. Va men bu bino bilan ham ishladim. Oltin rangdagi materiallar bilan bezadim va devorni bir san'at asariga aylantirishni xohladim. add to the walls and make the stains into paintings in the museum. Mazkur loyiha Angliya va O'zbekiston o'rtasidagi madaniy hamkorlik mahsuli bo'lib, Unraveling the Silk Road loyihasi doirasida yaratilgan. Ko'rgazmani ma'nosi Materia Medica shu britaniyalik rassomni qo'lina qadimki Ibn Sinoni kitobi tushadi. Shu kitobni o'qiydi shu qiz va qiziqadi. Keyinchalik shu kitob bo'yicha qaysidir eksponat, ashyo, muzey asarlari yarataman deb g'oyaga oladi. Keyin shu g'oyani ko'p rivojlantiradi. Britaniya konsulligini murojaat etadi va Britaniya konsulligi shunga yordam beradi. Ko'rgazmaga barcha muxlislarni, san'atchilarni kutib qolamiz. Ko'rgazma 1,5 oy davomida xizmat etadi tomoshabinlar uchun. Yana ham aytib o'tishim kerakki, har bir xalqaro loyiha mana shu muzeyni, O'zbekiston zamonaviy san'ati muzeyini dunyoga tanitish uchun xizmat qilib turadi. Va har bir xalqaro san'at loyihasi O'zbekiston bilan, O'zbekistondagi tarix bilan albatta bog'liq ravishda o'tiriladi. Ko'rgazma markazida tibbiyot tarixining buyuk siymolaridan biri Abu Ali ibn Sino merosi turadi. Uning tibb qonuni asari orqali inson salomatligi, davolash usullari va tibbiy moddalarning ahamiyati bugungi zamonaviy ilm-fan bilan uyg'un holda talqin etilgan. Mashhur bioart mutaxassisi, bioart eksperti va ijodkor Anna Dmitriu, ya'ni britaniyalik
olima ayolning ko'rgazmasiga tashrif buyurdim. Bu juda ham esda qolarli va juda ham yorqin taassurotlarga boy tajriba bo'ldi men uchun. Chunki biz bu yerda ko'rishimiz mumkin, bizning ajdodimiz bo'lgan Ibn Sinoning Tib qonunlari kitobidan ilhomlanilgan holda yaratilgan san'at asarlarini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda san'at va biologiya kabi aniq sohalarning uyg'unlashuvini ko'rishimiz mumkin. Shaxsan Anna xonim bilan suhbatlashdim va ularga bu yer juda ham yoqqan. Ayniqsa O'zbekiston zamonaviy san'at muzeyi bilan qilgan hamkorliklaridan juda ham mamnunlar. Ushbu loyihani tashkillashtirishda yordam bergan barchaga rahmat aytmoqchiman. Dunyoqarashimiz, tibbiyot va san'atning uyg'unlashuvi haqida juda ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ldim va bunday ko'rgazmalarga ko'proq tashrif buyurishni xohlagan bo'lardim. Ko'rgazmada namoyish etilgan asarlar turli materiallar uyg'unligida yaratilgan, jumladan 3D bosma shakllari, tibbiy bo'yoqlar, qayta ishlangan tibbiy chiqindilar, tuz va o'simliklar rassom ijodida yangi mazmun kasb etadi. Alohida e'tiborga molik asarlardan biri Materia Medica marjoni hisoblanadi. Ushbu noyob san'at asarida indigo, madder ildizi, ipak marvarid va tuz kabi tabiiy unsurlar mujassam. Marjon zamonaviy texnologiyalar 3D bosma qatron yordamida ishlangan bo'lsa-da, o'zida qadimiy tabobat falsafasini aks ettiradi. U san'at orqali tibbiyot va texnologiyaning bugungi va ertangi kuniga nazar tashlash, insoniyat kelajagi haqida mulohaza yuritish imkonini beradi.